Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 11-aprel sanasiga qulupnaylarimizni uzdik. Mana alba koreyskiy sortlarimiz va ahsi albasi. Mana Qo'qondan 3 ko'prikdan xaridorlarimiz kelishgan. Olimjon aka, nima deysiz Olimjon aka? Bu sortlar haqida bir ko'rsatib nima qilarasizmi? Nima deysiz? Siz nima deyapsiz endi bularning holatiga qarab? Kalbalar zo'r. Holatini nima deysiz? Hozirgi kelayotgan charlilarni, chiqayotgan charlilarning oldida buni kafolati yo bo'lmasa kelajagi haqida nima deysiz? Siz olib yursiz qulupnayni. Charliga aka odamlar to'ydi-da. Ha. 4-5 yildan beri charli yeb to'ydi aka. Ha. Ular aka yangi sort, mazasi ortiqroq. O'zingiz ham ekdingiz, ha? Ha, biz o'zimiz ham ekkan shalbada. Ha. Kalibrlari yaxshi. Ta'mi-chi, ta'mi solishtirganda. Mazasi ham yaxshi aka. Charlidan yaxshi, ha? Charliga nisbatan. Endi bozor tortganini ekish kerak-da. Endi aka, hamma narsa ham oldin asasi bo'lsa yaxshi. Ha, bozor tortganini qarab, Buni endi aka iloji boricha shuni navni ko'paytirish kerak. navni ko'paytirish kerak. Dehqonlarga bemalol tavsiya qilsak, Aka, xudo xolasa qo'rqmaymiz, ha? hosildorligi o'sishyapti. Mana qulupnayga qiziqyapti. Narxlari ham farqi bor, ha? Narxlar. Narxida ham farqi bor aka. Narxida yaxshigina farq bor, ha? Ha, Charli bilan. charli bilan farqi bor. Mana. Eshitdingiz do'stlar. Endi xulosa qilish sizdan kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasiz degan umiddamiz. Qulupnayga qiziqayotganlar, yangilik paytida yangilikdan qo'rqmaslik kerak, cho'chimaslik kerak-da. Qadamni bosish kerak. Birinchi qadamni bosganlar yutib kelayotgan doim. Shuning uchun biz ko'rib tajribadan o'tkazib sizga tavsiya berishdan oldin 7 marta emas, 70 marta o'lchab keyin kesamiz. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.